san'atkorlarni farqini tushunib olaman-da, qoyil qoldim bu bolaga. Assalomu alaykum hurmatli Instagram tarmoqlari orqali bizni kuzatib borayotgan azizlar. Xudo xolasa bugun Zomin tumanida qad ko'targan ajoyib bir dam olish maskani, ya'ni Plato dam olish maskaniga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizni ko'nglini bayramona oqshomni xudo xolasa chiroyli qilib birgalikda Xushovoz xonanda Islomjon Hamidov bilan birgalikda chiroyli qilib o'tkazamiz. Sizlardan like, podpiska va kommentariyalarni unutmaysiz. Islomjon Hamidov bugungi oqshom mehmon san'atkorlar. Qadamlaringga hasanot. Farzandlar uchun doim shu otalarni, onalarni duosini olishga biz doim muhtojmiz. Ka'batullohlarda uchrashaylik sizlar bilan. Umralarda, hajlarda ko'rishaylik. Xullas sizlar uchun davom etamiz, marhamat. Saharda bağımda gülüp içemem, güzelsin sonsam ulup içemem. Derdimni o'zidan boshqa kim bilar, solindim men seni bir ko'rgim kelar. Saharda bağımda gülüp içemem, güzelsin sonsam ulup içemem. Derdimni o'zidan boshqa kim bilar, solindim men seni bir ko'rgim kelar. Meyjon duyan beşamba bet duyan, Chiroyli tilaklarimiz bu san'atkorlarimizga ham, san'atkorlarni farqini tushunib olaman-da, qoyil qoldim bu bolaga. Bu aytayotgan ashulalariga qilayotgan harakatlari shunaqa emas. Havasim keldi. Darrov kelib bularga aytdim, vizitkanglarni beringlar. Men chaqirib turaman sizlarni deb. Omadinglarni bersin doim. Hoji onalar bilan sizlarni ham birga umra safarlariga mana G'ayrat hoji akam bilan Xudo xolasa birga borishlarni Alloh nasib berib o'zay bersin.